Non bu inson organizmi uchun juda kerakli bo'lgan mahsulotlardan biri. Lekin mana shu mahsulotni me'yordan ortiq iste'mol qilish ham inson organizmi uchun zarar bo'lishi mumkin. Bizni mana shu pekarnimizda inson salomatligi uchun kerakli bo'lgan mana shu non mahsulotlari, ya'ni yangi non mahsulotlari ishlab chiqarishi yo'lga qo'yildi. Keling, bu haqida Odinaxon opamizdan batafsil ma'lumotlarini olamiz. Odinaxon opa, ushbu non mahsuloti haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Ushbu nonlarimiz asosan drojjoviysiz, zakvaskalar usulida tayyorlanadi. Bu insonni sog'lig'i uchun ham juda foydali. Qanaqa deb gapirganimda, ovqat hazm qilishda ham ancha yordam beradi. Og'ir botmaydi, oshqozonlar og'rig'i, yurak og'rig'i, yog' to'planishlar, hattoki yog'larni ham teradi. Bu non juda ham foydali. Tatib ko'rib, baho berishlaringni tilab qolaman. Demak, bu hazm qilishni yaxshilaydi. Juda ham. Eng asosiysi semirtirmaydi. Semirtirmaydi, juda ham ozdiradi. Ozdirish xususiyatiga ham ega. Ovqat iste'mol qilyapsiz, non bilan shunaqa hazm qiladiki, oshqozonga umuman og'ir botmaydi. Odinaxon opa, va qolaversa qanday kasalliklar uchun foydasi katta? Bu asosan nonimiz qandli diabet bilan kasallangan, sahri borlar uchun ham juda ham foydali. Drujjasi yo'q, chunki biz buni zakvaska, tabiiy un va suv orqali tayyorlaymiz. Bizda bug'doy unidan tayyorlanadi. Biz o'zimiz bug'doyni olib, toza, chiroyli bug'doylarni olib, tegirmondan chiqartiramiz va bu non mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Qandli diabet, sahri borlar, jigar og'rida, siroz bilan kasallangan, shunaqa insonlar uchun ham, bemorlar uchun ham juda ham foydali non deb bilaman. Bemalol qo'rqmay gapiraman, 100% juda ham foydali nonlarimiz bular. Juda yaxshi. Bu mahsulotlarni mana shu pekanimizda boshladi-ya, mana shu yerdan olishlari mumkin, a? Xudo xolasa, mana bugundan boshladik, sotuvni ham yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa, ancha mijozlarimiz ham o'rganib qoldi. Mana endi bundan keyin ham chiroyli qilib tayyorlab, bundanda yangiliklar yana ham yaratib beraman. Xudo xolasa, shu pekarnimizga kelib, iste'mol qilib uylaringizga olib ketishlaring mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga ham mana shunday yangi mahsulotimizni, non mahsulotlarini tavsiya qilib qolamiz. Foydasi juda ham katta. Opamiz aytib o'tgandek, manzilimiz Farg'ona tuman Chimyon qishlog'idagi Koinot Kavsar olam sanatoriyasini ro'parasida joylashgan pekarnimizdan olishlaringiz mumkin. Hurmatli chimyonliklar, barchangizni kutib qolamiz. Rahmat.